Stressning homilaga qanday ta'sir qilishini bilasizmi? Kundalik hayotimizda va oilada uchraydigan stresslar homilaga quyidagicha ta'sir qiladi. Homiladorlikning birinchi 3 oyligida homila juda ham tashqi ta'sirlarga ta'sirchan bo'ladi. Homiladorlikning ikkinchi va 3 oyliklarida yo'ldosh homilani ko'p ta'sirlardan himoya qiladi. Lekin stress vaqtida onadan ajralib chiqadigan adrenalin va kortizol gormonlari homilaga juda ham yomon ta'sir qiladi. Ushbu gormonlar homilaning qon tomirlarida tomirning to'rayib, homilaga qonning bo'rishi va shu orqali kislorodning kam bo'rishiga olib keladi. Buning natijasida esa homilaning rivojlanishdan orqada qolishi va tug'ilgan chaqaloqda kelajak hayotida turli xil kasalliklarning rivojlanishi kelib chiqadi. Homila onada bo'ladigan barcha o'zgarishlarni sezadi. Ya'ni homilador ayol xafa bo'lsa xafa bo'ladi, xursand bo'lsa xursand bo'ladi. Homilador ayolning yaqinlari homilador ayolni stresslardan iloji boricha uzoqroq olib yurishga harakat qiling. Homilador ayollar, sizlar esa har qanday stresslarga e'tibor bermaslikka harakat qiling. Bu kelajakda sizning farzandingizning sog'lom va mukammal bo'lib tug'ilishiga yordam beradi.